Salom hammaga. Kartalarımı to'plab keldim. Ikkita karta tanlov qilamiz. Ikkita variant qilamiz. Ya'ni qo'shimcha kartalardan ham tuyg'u kartasidan, emmaning kunligidan, bu otash kartasi, ya'ni tuyg'u, ya'ni otash kartasi, emmaning kunligi va xotinning dastasidan foydalanamiz qo'shimcha. Ammo bu ikki kartadan birini tanlashinglar kerak bo'ladi. Energiyalar qaysiga tortsa shuni tanlashinglar mumkin. Aqlimizdagi kishilar uchun ochamiz. Bittasi bu, ya'ni ikkita variant. Aqlimizdagi kishilar uchun ochamiz. Aqlimizdagi kishilar, ya'ni hayotimda nima gaplar, siz nima qilyapti va bu bilan birgalikda duo qilamizki, totem qilamiz. Ya'ni totem qani hayotingizda uzoqda bo'lsa, yoki ajralgan bo'lsangiz, urushgan bo'lsangiz, cho'rnida bo'lsangiz, yoki bir orada bo'lib turib munosabati yaxshi bo'lmasa, yoki telefon qilishini, cho'rnidan chiqarishini, yoki ya'ni munosabatingiz yaxshilanishini kutayotgan bo'lsangiz, ham ichida totem bo'ladi. Totem degani, ya'ni ko'pchilik bilan qilingan duo deyiladi. Buni aytib o'tay. Masalan, kommentariylarga hamma totem oldim, qabul etdim deb yozish kerak. Ham videoni ko'rayotganda totem deyish kerak. Masalan, eski haligi ko'pchilik bilan qilingan duolar totem bo'ladi. Ya'ni bu totemimizni nima deb nomlaymiz? 10 kun ichida, 10 kun, 15 kun ichida, 10 kun deylik, ya'ni 10 kun ichida telefon qilmaganlar qilsin, yarashmaganlar yarasin, munosabati yomon bo'lganlar yaxshilansin, uzoqqa ketganlar qaytsin. Ya'ni o'zingizga ko'ra, ya'ni короче, uzoqlashgan ilishki yaqinlashsin ma'nosida totemimizni qilamiz. Hamma oldim, qabul etdim deb totem deb chiqsin. Chunki siz o'zingiz uchun emas, boshqalar uchun duo qilgan bo'lasiz. Boshqalarga qilgan duolaringiz va u o'tadi. Ya'ni bu videoni ko'rayotgan insonlar kimlari energiyasi bir-biriga o'tsa, kimi bir-birlari qanchalik yaqin ruhiylarga his qilsalaring, shularga o'tadi bir-biriga. Bo'lmasam, men bundan boshlayman, buni mana shu yerga olib qo'yaman. O'tkazib ko'rishingiz mumkin. Istasangiz ikkisini tanlashingiz mumkin, farqi yo'q. Ya'ni energiyalar jo'natinglar, bir-biringlarni ham energiyalar his qilinglar va totem qilinglar. Bo'lmasam boshladik. Bu kartani tanlaganlari aqlidagi kishini hayotida nima gaplar? Siz nima qilyapti? Ya'ni hammasini so'raymiz. Aqlingizdagi kishini hayotida nima gaplar? Aqlingizdagi kishini kunligida nima gaplar? Kunligida nima ishlar qilyapti? Aqlingizdagi kishini sizga bo'lgan tuyg'ulari qanday? Shunaqangi ham to'g'ri keladimi? Shundan qarayman, bu dastalar bir-biriga to'g'ri kelganligini. Tuyg'ulari, sizga bo'lgan tuyg'ulari qanday? Shunchalik ham hozir men tushuntiraman nima demoqchi bo'layotganimni. Keyin buni ustiga olamiz. Hozir men sizlarga ko'rsatib nuqta virgulga ko'rsatib beraman. Oy. Shuni to'g'ri. Qaranglar. Bu yerda ya'ni biraz depressiyadan, ya'ni depressiya derken mas'uliyatlar, siz bilan bo'lgan ilişkilarında, ya'ni hayotindagi bo'lsin, o'zini ustundagi mas'uliyati bo'lsin. Har bir insonning mas'uliyati bo'ladi, ilişkida ham mas'uliyat bo'ladi, oilada ham mas'uliyat bo'ladi, sevgida ham mas'uliyat, ishda ham mas'uliyat. Ya'ni har yerda mas'uliyat bo'ladi. Ammo bu aqlingizdagi kishiga bular biroz og'ir kelganda, siz bilan ilişkisi bo'lsin, ishindagi og'irlik bo'lsin, hayotindagi og'irlik bo'lsin, depressiya bo'lsin, farq etmez. Chunki tuyg'ularida biroz qo'rqoqlik bor. Bu ilişkiga nisbatan ochganimiz uchun, ilişkiga nisbatan qo'rquvlari bo'lganligi uchun va bu mas'uliyatlarni qabul qila olmasdan qochganligini ko'rsatyapti. Ko'ryapsizmi? Nuqta otishi beryapti. Ya'ni bu ustidagi mas'uliyatlari
qabul qilolmaganda, ya'ni tuyg'ularidan qo'rqqanidan, ya'ni bu mas'uliyatlardan qo'rqqanidan, ya'ni qochgan. Endi esa nima qilyapti bu yerda? Tuyg'ularinda sog'inch beryapti. Tuyg'ularinda sizni sog'inganligi uchun qaytadan sizni kontrolga olish, qaytadan yana ko'ryapsizmi, qo'lida nima ushlab turibdi, ro'molida qanday ushlab turibdi. Qaytadan buni yana sizni qo'liga olish va qaytadan yana u kuchi qaytadan olishligini ko'rsatyapti. Ya'ni nima uchun? Chunki qo'rqoqlik qilib qochdi bu yerda. Endi esa u kuchni qaytadan qo'lga olmoqchi. Jasoratga kelgan, kuchga kelgan, kuchlangan. Endi kuchlangandan keyin nima qilgan? Sog'ingan sizni. Ya'ni siz bilan qovushishni xohlayapti, haq rostmish. Sizni yo'qligingizga chidolmayapti. Ana shuning uchun yana sizni qo'lga olishga harakat qilyapti. Ya'ni bunlari planlayapti. Endi bunlari planlar ekan. Hayotida jasorat to'playapti. Ishidan, kuchidan, o'zidan, mas'uliyatlaridan kuchlanishga harakat qilyapti. Hayotindagi chalkashliklar, kunligindagi chalkashliklar, bunlarni kontrol ostiga olishga harakat qilyapti. Ya'ni ishidan bo'lsin, hayotida kelgan mas'uliyatlardan uzoqlashib, tez-tezda mas'uliyatlardan qochgan inson ekan, chunki tuyg'ularning qo'rqi bor ekan, qochishi afzal deb bilardi ekan. Endi bundan keyin nima deyapti? Endi qochmayman, kontrollarga olishim kerak, kuchli bo'lishim kerak, jasoratli bo'lishim kerak deyapti. Bu yerda esa ish yerida ham, kunlik hayotida hech narsa qilgisi kelmayapti. Ishga qo'li ketmayapti. Ishda ekan o'ylayapti. Ya'ni ishdagi mas'uliyatlarda ham ozgina charchoqlar bor, qilgisi kelmayapti, nazar tushishligi bor, ko'z tegishlik bor, yulduzi tushishligi bor. Ya'ni ishda ham shunaqangi bo'lyapti. Va ishda ozgina problemli narsalar yashayapti. Bu arada siz bilan tuyg'ularinda ham sizni bir-biringlarga nazar tekkanligini yoki bir-biringlarga nazar tushishliklar bo'lganligini va shunaqangi furtanalar yashaganliginglarda qochganligini ko'rsatyapti. Balki ishlari bahona qilib qochdi, balki ishda kasalman dedi, yoki holsizman dedi, yoki ishtiyoqim yo'q dedi, boshqa problemlarim yo'q bor dedi, falon filon dedi va qochdi sizdan. Endi buni hisoblayapti, o'ylayapti, tarozga tortyapti, tushunyapti, muhokama qilyapti. Nima uchun? To'g'ri qarorlar uchun. To'g'ri qarorlar olish uchun o'ylab taroziga tortib, bichib ko'ryapti. Nima uchun? O'tmishda sizni xafa qilganligi uchun. Balki har taraflama tushunyapti. O'tmishda sizni qanday xafa qildi tuyg'usida yoki sizdan avval boshqasi nima tuyg'usida o'ylayotgandi. Balki o'tmishda yashagan problemlari sabablimi bu holga kelgandi. Ya'ni bunlari hammasini o'ylab, muhokama qilib, bichib, tortib, taroziga tortib ko'ryapti. Chunki nimaga? To'g'ri qarorlar olishim kerak deyapti. Va buni yaxshilab o'ylayapti bu yerda. Yaxshilab so'roq savol qilyapti o'zini. Endi esa o'zini kunligiga, ya'ni hayotida nimalar bo'lyapti deganda, aytgandek, balki ko'p mas'uliyatlari bordi, og'irliklari bordi, hayot yo'lini ko'ra olmayotdi, depressiyalar bor edi. Ya'ni kunlik hayotida bunlardan qochgandi, chunki qo'rqardi, qo'rqoqligi bordi. Ammo endi oz-moz bo'lsa ham jasoratlarini to'plaganligini, hamma yo'qda kunlik hayotida bir narsalari, masalan, orqaga tashlab kelgan ishlari bordir, yoki qilolmagan ishlari bordir, yoki ko'p narsalari kontroldan chiqib ketgandir. Bunlarni kontrol ortiga olishga harakat qilyapti. Albatta ichida sog'inchlari ham bor, balki eski kuchli zamonlariga, eski kuchli vaqtlariga sog'inchlari borligini aytyapti. Ishi kelgan kunlik hayotida to'g'ri ishlayapti, ish qo'shtirmachalar bu bor, ammo uyga charchoqlik kelyapti, juda charchayapti. Balki ishda ham toliqyapti, charchayapti, hech narsa qilgisi kelmayapti, boshi og'riyapti. Ya'ni tinmay yotgisi kelyapti. Ya'ni ba'zan ishdan ham qochib ketgisi kelyapti ochiqchasi, ammo yo'q deyapti. Ortiq men o'ylashim kerak, ortiq bichib, tortib, hisoblab ko'rishim kerak. Ortiq bunga o'xshab qochmasligim kerak. Biroz ustimga problemlar keldimi, qochmasligim kerak.
Endi bundan keyin to'g'ri qarorlar olishim kerak. Chunki o'tmishda juda ko'p xatolar qildim. Bu xatolarni qilmaslik uchun to'g'ri qarorlar olaman endi bundan keyin deyapti hayotimda. Kunligimda ham shunday. O'zimda ham shunday, ilishkisimda ham, boshqada ham. Sizga nima qilmoqchi? Sizga bo'lgan tuyg'ularini mana bunlar ko'rdik. Buni ustiga kartalar nima deydi? Yaqin zamonda deyapti, men senga qadam otaman, chunki sening yoningga kelyapman. Yaqin zamonda senga qadam otaman, sening yoningga kelyapman. Chunki seni hani hayotimdan chiqardim dedim. Seni kesib otdim, seni yirtib otdim. Ama seni sog'indim. Balki sen ham meni, yani yirtib otding, kesib otding. Balki sen ham meni istamayotgandirsan, balki sen ham meni xohlamayotgandirsan. Nima qilsam qilayim? Nima dedim? Buni qatorida ish bormidi masalan? Nima qilsam qilayim, aqlimni, fikrimni sendan ola olmayapman. Ishda bo'lsam bo'layim, boshqada bo'lsam bo'layim, chunki aqlim, fikrimni sendan ola olmayapman. O'tmishda to'g'ri, men seni xafa qildim, sen meni xafa qilding. Nima dedi bu yerda? Tuyg'ularni o'tmish izlari bor. Siz ham xafa qilibsiz uni. Siz ham xafa qilibsiz, u ham sizni xafa qilibdi. Endi o'zini to'playotganligini aytyapti. Boya oxirgi qatorda nima dedi? To'g'ri qarorlar olaman, hamma yoq tushunib, o'lchib, bilchib ko'ryapman. Chunki ikkimiz ham o'tmishda bir-birimizni ko'p xafa qildik. Endi to'plashimiz kerak o'zimizni degan bo'lar ekan. Xo'p. Bo'pti, yarashish bormi? Urushganlar, ya'ni bu 10 kun ichida xabarlashish, yarashish. Cho'rnilarda bo'lsalaring, o'rtalardagi to'siqlardan chiqasizlarmi? Va. Ya. Qarang, men sizlarga hozir tushuntiraman. Boya ko'rgan Arslon burji ham bo'lishi mumkin, biroz egoistdan bo'lishi mumkin. Burjini aloqasi yo'q. Ammo kuchlanyapti ekan, jasoratlanibdi. Sizlar bilan munosabatini yanada kuchlantirish niyati bor ekan. Tarozini o'lchib tortib ko'ribdi. Ya'ni adolatli qarorlar olar ekan. 10 kun ten necha aytinglarchi menga, 10 mi? 10 ta kupa bor bu yerda. 10 kunning ichida xursandchiliklar bor. Totem oldim, qabul etdim deb yozing. Men kartalar nima deyman? Nuqta otishi qiladi, nuqta otishi. Bu yerda nima deyapti? Kuch kartasidir. Bu adolat, o'lchib, bichib ko'raman. 10 raqam, 10 kun ichida men senga kelaman. Oldik, qabul etdik. Ya. Bu kartani tanlaganlar shu yerda u burga karta hamma gapimizni eshitdi sanki. Ikkinchi kartaga o'tamiz. Sizlar ham eshitasizlar, mana ko'raylikchi. Energiyalar jo'natinglar, totem ochilib bo'lsa oldik, qabul etdik. Yakka o'zi uchun ochtirmoqchi bo'lganlar +90 Turkiya kodi 552 005 22 41 +90 552 005 22 41. Bo'lmasam boshladik. Energiyalar jo'natinglarchi. Bu otmadi cho'ta. U burga karta zaten hani o pauzadasizlar, jankalar. Kutyapsizlar 3 kun, 3 hafta, 3 oy yoki 3 yil. Aqlingizdagi kishi nimalar qilyapti ekan kunligida? Nimalar bo'lyapti ekan hayotimda? Bu ham to'g'ri qarorlar olishga harakat qilyapti, tuyg'ularini saqlayapti. Voy. Uchinchi kishilarni tanlabdi. Tuyg'ulari qanday? Uchinchi kishi, uchinchi insonlar, uchinchi mavzulari yanlış qarorlar beribdi. Sizga bo'lgan tuyg'ulari qanday?
düşmanlik, kıskançlık. Bu kartani tanlaganlar munosabatlari balki o'rtalarida munosabatlarda pauzalar bo'lgan va balki ba'zilarda hani ko'rib o'ylab ko'ray, taroziga tortib ko'ray, tushunib ko'ray yoki hani ajrashaymi, ajrashmaymi yoki hani bu munosabatimiz oxiri nima bo'ladi, to'g'ri qarorlar olaylik, to'g'ri tushunchalar olaylik deb bu munosabatni to'xtatib turganlar ham bor. Bu munosabat to'xtab qolgan, pauzaga kirganlar ham bor. Va yanlış qarorlar olganlar bor. Xullas bu yerda aytyaptiki, ya'ni ba'zan zamoni kelgancha biz bir-birimizga haqsizliklar qildik. Ammo bir o'ylab tushunib olishimiz kerak edi. To'g'ri, munosabatimiz pauzaga kirdi. Ama albatta balki kunlik hayotimda faqat buni o'ylayman. Kunlik hayotimda bundan keyin to'g'ri qarorlar olishga harakat qilaman. Sen bilan bo'lgan ilishkilarimizda ham to'g'ri qarorlar olishga harakat qilaman. Adolatli bo'lishga harakat qilyapman. Ya'ni o'rtamizda yashanib o'tgan mavzular, o'rtamizdagi uchinchi kishilarga qarshi ham, ya'ni hammaga qarshi adolatli bo'lishga harakat qilyapman. Tuyg'ularim adolatdan yana. Xo'p. Üçlü raqamlardan biri. Biz kutish ichindamiz, to'xtov ichindamiz. Balki sen bilan uzun kelajaklar plan qildik. Uzun yerlarga borishni plan qildik. Balki şu anda seni yo'lingga qarayotganimni, seni telefoningga qarayotganimni yoki senga kelmoqchi bo'layotganligimni yoki seni sog'inganligimni kunlik hayotimda saqlayapman dedi. Senga bo'lgan tuyg'ularimni saqlayapman. Sanki o'zimni ozoddek, seni umursamayotgandek yoki tashqaridagi insonlar, do'stlarim, boshqa insonlar bilan ko'proq vaqt o'tkazayotgandek ko'rinishim mumkin. Ammo buni sendan saqlayapman dedi. Yana bizni qadarimizda yana biz bir-birimizni xursand qilamiz. Albatta buni qutlamalarni qilamiz. Faqat oramizga uchinchi kishilar kirdi. O'rtamizda, tuyg'ularimizda bir-birimizni qirdik. Bir-birimizga dushmanliklarimiz bo'ldi. Xafa qildik. O'rtamizga uchinchi kishilar kirdi, yana xafa qildik. Uchinchi kishilar tanlab xatolar qildim, yana seni xafa qildim. Bir-birimizga qattiq, ya'ni orqamizdan pichoqladik, yana seni xafa qildim. Ya'ni senga ko'p qadar azobi demayman, ya'ni qadar ekan bu deb yig'laysiz qilasiz-ku. Senga shunaqangilar yashatdim. Hayotimizga uchinchi kishilar qo'shdim yoki uchinchi yo'lni tanladim. Albatta yanlış qarorlar oldim. Har kuni o'ylayman, har kuni kunlik hayotimda yanlış qarorlar olmaslikka harakat qilyapman. Ammo sen bilan ilishkilarimizda yanlış qarorlar oldim. Sen ham ko'p meni rashk qilding, men ham seni rashk qildim. Bir yo'qotish qo'rqusi yashadik va oxir-oqibat yanlış qarorlar olindi. Üçüncü kishilar gapiga quloq soldik. Tashqaridagi insonlar gapiga quloq soldik. Uchinchi yanlış yo'llarga ketdik. Ammo hammasi bir-birimizni qisqonish, rashk qilishdan bo'ldi. To'g'ri, noto'g'ri qaror olgan bo'lsam, ammo seni qisqanayotgandim. Seni yo'qotib qo'ymay deb bu o'zim xato qildim. Balki siz ham shunday qildingiz. Ammo bundan keyin ya'ni xato qilmaslikka harakat qilaman. Balki kimdir ishini tanladi. Yo bo'lmasam kimdir uchinchi kishini tanladi. Kimdir uchinchi yo'lni tanladi. Kimdir boshqalar gapiga quloq solib, yanlış qarorlar olganligini, o'rtalariga uchinchi kishilar kirganligini, dushmanliklar yashanganligini va bir-birlari qattiq rashk qilganliklari va biroz yig'lovlar, ezilishliklar bo'lganligini ko'rsatyapti. Ammo shu anda hali ham sizga sog'inchi bor, ammo bu tuyg'ularini saqlayapti. Chunki nimaga? O'zini umursamas, mazza qilib yurgandek ko'rsatyapti. Xo'p, ya'ni nima demoqchi bo'ldim bizga? Aslında deyapti, men o'rtoqlarim bilan ya'ni o'ynab kulib yurganimga qarama, ichimdan ezildim deyapti. Qarang nima deyapti? Sen bilan muhtasham bir bir-birimizga hani magnitli tortishimiz bor deyapti.
Ham cinsellik bo'lsin, ham magnitlik bo'lsin, bir-birlari tortarkansizlar. Har qancha uzoqlashsalaring ham yana bir-birlari magnitlik tortaverarkansizlar. Uchinchi kishilarga ketsa ham yana magnitlik tortaverarkansizlar. Majbur qopsizlarsanki ayrilishga. Hayotinglarda har bir xursandchilik bo'lsin, go'zal narsalar bo'lsin, bunları birgalikda yashayapsizlar va yashashni xohlar ekan. Va siz bilan bir umr birga qolishni xohlar ekan. Bir siz bilan birga o'tirish, kayf qilish, ya'ni kayf deganda yomon ma'noda tushunmanglar. Har bir insonni huzur nimasi farqlidir. Ya'ni shunday huzurlari sog'inibdi. Siz bilan balki o'tirib televizor ko'rish, balki muzika tinglash, balki işte ovqatlanish yoki işte birgalikda vaqt o'tkazish, ya'ni bunlari birgalikda xursandchilik o'tkazish, ya'ni bunlari sog'inganligini aytyapti. Xo'p, sog'ingan bo'lsang modam 10 kun ichida kelasanmi deb so'raymiz. 10 kun ichida bunları yo'liga qo'yasanmi? 10 kun ichida o'rtalarindagi problemlar eriydimi? O'rtalarindagi problemlarni hal qilasanmi? 10 kun ichida uzoqda bo'lganlar, urushganlar, 10 kun ichida munosabati yaxshi bo'lmaganlar yaxshiga ketadimi? Xo'p, bizga buni javob bering. Buni hali bu ikkinchi kartani gapiradigan gaplari ko'p. Yana 10 kunda biroz qiyin deyapti. Xo'p. Albatta yana munosabatini tuzatar ekan. Albatta yana siz bilan yaxshi bo'lar ekan. Ammo 10 kunda juda qiyin dedi. Chunki hali qilishim kerak bo'lgan ishlarim bor. Shunaqangi mas'uliyatlarim bor. Yoki qo'rqyapman. Balki bir bahonalar bilan kelishim mumkin. Ya'ni ba'zi kimgadir 10 kun bo'lishi mumkin, ammo hammaga emas. 10 kundan oshib ketadi, ya'ni bir oyga borishi mumkin deyapti. Chunki nimaga? Chunki ustimdagi ba'zi problemlar bor, bunlardan qutulishim kerak. Uchinchi kishi bo'lsin, yoki tanlagan yanlış yo'li bo'lsin, yoki boshqa narsa bo'lsin, ya'ni bunlardan xalos bo'lishim kerak. Undan keyin kela olaman deyapti. Albatta senga yetishim uchun, senga kelishim uchun, ya'ni istaklarim bor deyapti. Faqat 10 kunda kela olmayman deyapti. On kunda kela olmayman dedi. Bu biroz ko'p gapmi bilmayman, yo boya bir dardi ichida qolib ketganmi? Eski xotiralari o'ylayapman, eski xotiralari o'ylaguncha sanki pushaymon bo'lyapman, qilgan ishlarimdan pushaymonman, ammo sokin qolyapman, hech kimga bildirmayapman, hech kimga ko'rsatmayapman, ichimda saqlayapman buni. Ya'ni sen bilan bo'lgan ilishkimizni yoki işte boshqa narsalarni sendan saqladim, pushaymonman bu narsadan, eski kunlari ko'p o'ylayapman dedi. Ya'ni 10 kunda kelishi qiyin. Ammo qaytadan yana siz bilan munosabatini ya'ni yaxshilash uchun harakat qilar ekan, mas'uliyatlari olar ekan. Qanday farzand mas'uliyati bo'lsin, qarz mas'uliyati bo'lsin, ya'ni bu mas'uliyatlar olar ekan. 10 kunda kelishi qiyin ekan. Balki 1 oy, 2 oygadir ya'ni munosabatlari işte moddiyat bo'yicha problemalar bo'lsa, mas'uliyat bo'yicha problemalar bo'lsa, uchinchi kishi munosabatinglar bo'lsa, ya'ni 1 oydan 2 oygadir ekan bu kartani tanlaganlar. Ba'zilarga esa 10 kungadir oniydan kelib qolishi ham mumkin ekan. Ammo hammaniki emas. Ammo eng ko'p ashi 1 oy, 2 oygadir kelib qolar ekan. Birinchi karta nuqta otishi berdi. Birinchi karta ha dedi, javob berdi. Ammo ikkinchi karta sanki biroz dardli yoki biroz drama deymi? Ya'ni shunaqangi bo'ldi. Ya'ni gapirtirsiz ko'p gap gapiradi ikkinchi karta. Endi men aytdim, opa ko'p gapiryapti demasin deb, men ham gapirmayman. Ammo gapirtirsiz, ya'ni rosa gapiradi siz haqingizda. İşte kim bilan nima o'qiganini, nima qilganligini, ya'ni hammasini gapirib beradi-da. Gapi ko'p, gapirgan kelsa ham sizga ham shundan boshingiz ortadi. Короче, shunday.
İkinci kartaga biroz kechroq, avvalambor 10 kunning ichida kelsin, totem deng, oldim qabul etdim totem deng. Ama ko'pincha ya'ni 1 oy, 2 oy, ama birinchi kartani kelsa 10 kun ha dedi. Keyingi videoda ko'rishguncha bay bay.